Voy, qanday qilib bu darajada tartibsiz ishlash mumkin? Salom, bu men, 4-guruh rahbari. Mart oyidagi imtihon hisobotini topolmayapman. Nima? Rostdanmi? Men bir necha marotaba tekshirgan edim. Bir daqiqa, tekshirib olaychi, go'shakni qo'ymang. Yaxshi, faqat tezroq. Bu nimasi? Chiroq o'chdimi? Nimalar bo'lyapti? Oy, deraza ochiq ekan. Chiroq o'chishi va yomg'ir xuddi qo'rqinchli filmga o'xshaydi. Bu nima edi? Bunsin Saba, iltimos bu yoqqa kel. Bunsin Shaba, 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 bu yoqqa kel. 置いてください。分身サバ、置いてください。 Sen shu yerdamisan? Kechnayo. Agar shunday bo'lsa, iltimos bizga javob ber. Bu nimasi? Bolalar. Hammasi bunday bo'lmasligi kerak edi-ku. Nima bu? Ushbu serial Legenda jamoasi tomonidan o'zbek tiliga dublyaj qilindi. Sirli sinf. Salom hammaga. Bu Sojunxon, Super King of Baby TV'da. Men Boysoq o'g'il bolalar oliy o'quv yurtidagi 12-sinf 4-guruhda vlog olyapman. Qani ketdik. Bu sinfimizning eng yaxshi o'quvchisi Jon Jehiu. Qani salom dechi. Yo'qol. Keyingi o'quvchilarimiz bular sinfimizning eng zamonaviy o'quvchilari Haruto va Kim Ji-kyu. Salom. Keyingisi esa kelishgan Jin. Hey, bu YouTube uchunmi? Ha? Undan keyingisi esa 4-guruhning Michael Jordani, Park Jong-woo. Hey, bizga tortish uslubini ko'rsat. Ajoyib. Keyin 4-guruhimizning eng ko'rkam o'quvchilari Yoshinori va uning orqasida ko'rkam Asahi. Salom deb qo'y. Yaxshi, qaranglarchi hozirgina kirib kelgan kim ekan? Xiyonsoq men vlog olyapman. Salom, vlogmi? Ha, salom. Bular ham 4-guruhning ikki bolakaylari Xiyonsoq va Mashiho. Bolakay va kelajagidagi K-pop yulduzi Bang Hye Dam. Xursandman. 4-guruhdagi hamma bolalar xursand. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bu Super King of Baby TV uchun qilingan maxsus vlog edi. Like bosishni, obuna bo'lishni va bildirish xabarnomalarini o'qib qo'yishni unutmang. Xayr.
Ey, o'qituvchimizning ahvoli yaxshi ekanmi? Nima sodir bo'lganiga qiziqyapman. Axir u joyda odam to'yib qilishi mumkin emas-da. Balki uni kimdir itarib yubordimi? Bo'lishi mumkin emas. Hech qanday muammo chiqarmanglar. Odamlar mening yo'qligimdan norozi bo'lmasligi kerak. Yaxshi ustoz. Mayli, yaxshi o'qinglar. 덩그러니 나 혼자 여기 남겨져 있어 남겨져 있어 Hey, kim yangi qo'shig'imga tegdi? Kim qildi? Qo'shiq? Sen taqdim etayotgan oylik baholashmi? Ha, lekin unda hozir tushunib bo'lmaydigan tovushlar bor. Sizning ishingiz shundaymi? Bizning hatto seni qo'shig'ingdan xabarimiz ham yo'q. Nimalar deyapsan o'zi? Nega unda hammasi joylashib yotibdi? Kecha hammasi joyida edi. No'g'ri hazil faqat sizlarning qo'lingizdan keladi. Hey, sen stajyer bo'lganim uchun hamma narsa mumkin deb o'ylayapsanmi? Buni biz qilmadik. Nega sen janjal chiqarmoqchi bo'lyapsan? Qo'y, kel eshitib ko'ramiz birga. Diqqat qiling bolalar. Hozirgina o'qituvchimiz bilan gaplashdim. U kasalxonada 15 kun qolishi kerak ekan. Unda bo'lsa bizga boshqa bir o'qituvchi beriladimi? Yo'q, o'rinbosar o'qituvchi tayinlash uchun 15 kun kam. Shuning uchun endi men o'rinbosarman. Demak, 15 kun o'qituvchimiz yo'qmi? Yes. Nima sodir bo'lgan bo'lishi mumkin o'qituvchimiz bilan? Bilmayman. Aytishlaricha u hech narsani esla olmaydi. Gaping tugagan bo'lsa ketsam bo'ladimi? Albatta. Boshqa xonaga o'tish shunaqangi yoqmayaptiki. Ketdik bolalar. Sinf nega buncha sovuq? Xuddi muzlatgichda yurganga o'xshaymiz. Hey, Vonjin. Nafasimni ko'rdingmi? Og'zingni yop, nafasing sasyapti. Sizning o'qituvchingiz jarohatlandimi? Darsimizni o'zimiz qilsak bo'ladimi?